Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Mana Asakada boshlagan ishimizdan davom etyapti. Uyda proyekti bilan bir sizlarni tanishtirib o'tsam. Kirishimizda chap qo'lda bitta mehmonxona bor. Yotoqxona. O'ng qo'lda ham yana bitta mehmonxona. Bu yerda bitta yotoqxona. U joyda ham yotoqxona. Xonalar bilan bir-bitta tanishtirib o'taman sizlarni. Mana kirganimizda xonalar abo'ylari bo'ldi. Tepalari gipsa karton bilan o'raldi. Bu yerda sanuzel. Yana shunday chiqqanimizda bu joyda ham yotoqxona. Patologiya shu ko'rinishda bo'ldi mana. Sanuzel. Sanuzelni ham sezib o'taman. O'zimizni qo'limizdan chiqyapti hamma narsa. Bunday qilib yoqib ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, to'monlarimiz bor, murojaat qila olasizlar. Bu esa katta zal. Devorlari achitenkov bo'ladi. Agar yoqqan bo'lsa, bitta klasslarda bosib, o'z fikr-mulohaza qoldirib qo'yasizlar.